8-sentyabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining 10-qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi Bahrom Abdurahimovich Abduhalimovni O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod etib ko'rsatish masalasi muhokama etildi. Dastlab O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi o'rinbosari Abdukamol Rahmonov prezidentlikka nomzod Bahrom Abduhalimov haqida ma'lumot berdi. Avvalo O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi yubileyi munosabati bilan siz qurultoy qatnashchilarini qizg'in tabriklashga ijozat bergaysizlar. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi o'z dasturiy g'oyalari bilan jamoatchilik va elektorat orasiga yanada kengroq va chuqurroq kirib bormoqda. Vakillik organlaridagi deputatlarning sonini oshirish, a'zolar va xayrixohlar safini kengaytirish hamda mamlakat siyosiy maydonidagi nufuzini oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Mamlakatimizda kechayotgan demokratik jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Aziz qurultoy ishtirokchilari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining qarori bilan mamlakatimizda 24-oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni deb e'lon qilingani O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasini ham befarq qoldirmadi. Partiyaning joriy yil 26-iyul kuni bo'lib o'tgan ijroiya qo'mitasi yig'ilish qaroriga muvofiq 5-avgust kuni partiya siyosiy kengashining 7-plenumi chaqirildi. Siyosiy kengash yig'ilishida partiyaning ushbu saylovda ishtirok etishi va O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga bo'lajak nomzod ko'rsatish haqidagi masalalar muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Shundan keyin saylovda ishtirok etishga ruxsat berishni so'rab, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilindi. Markaziy saylov komissiyasining qarori bilan saylovda ishtirok etish uchun ruxsat olindi. Ma'lumki, har bir siyosiy partiya avvalo o'z nomzodlari yoki partiyasizlar orasidan prezidentlikka bir nomzod ko'rsatish mumkin. Shu nuqtai nazardan partiya a'zolari orasidan bir nafar eng munosib nomzodni saralab olishning o'zi bo'lmadi. Buning uchun boshlang'ich partiya tashkilotlarida, tuman, shahar, viloyat partiya tashkilotlarida fikrlar o'rganildi, muhokamalar o'tkazildi. Bir necha munosib partiya a'zolarining ro'yxati shakllantirildi. Va nihoyat ular orasidan eng munosibini tanlashda partiyaning dasturiy vazifalarida mamlakatni raqamli iqtisodiyot, raqamli tibbiyot, raqamli boshqaruv, elektron hukumat, elektron sud, masofaviy ta'lim kabi ilmiy asoslangan holda tadrijiy rivojlantirish yo'llari belgilanganligi e'tiborga olindi. Shu nuqtai nazardan siyosiy kengashning 7-plenumida bir necha nomzodlar orasidan saralangan mamlakat ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotining turli jabhalarida katta bilim va ko'nikmalarga, hayotiy tajribaga ega bo'lgan davlat va jamoat arbobi, katta olim, partiyamiz siyosiy kengashi raisi Abduhalimov Bahrom Abdurahimovich bo'lajak nomzod sifatida tanlandi. Siyosiy kengash qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish masalasi partiyamizning eng oliy organi qurultoy kun tartibiga kiritilib, mana bugun sizning muhokamangizga tavsiya etilmoqda. Hurmatli qurultoy delegatlari, albatta partiya o'z ustaviga muvofiq prezident saylovida yuqori saviya va munosib nomzod bilan ishtirok etishi juda ham muhim hisoblanadi. Sizlarga yaxshi ma'lumki, amaldagi qonunchilikka muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini mukammal biladigan, bevosita saylovga qadar mamlakatda 10 yil muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Bugun sizning muhokamangizga havola etilayotgan Abduhalimov Bahrom Abdurahimovich 1959-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 1981-yilda Toshkent davlat universitetining Sharq fakultetini tamomlagan.
mutaxassisligi bo'yicha filolog sharqshunos, arab va ingliz tillari o'qituvchisi. Mamlakat hududida 10 yildan ortiq muqim yashaydi. O'zbek tilini mukammal biladi. O'zbekiston Respublikasining fuqarosi. Xullas barcha sifatlari bilan bizning qonunchiligimizning talablariga to'liq javob beradi. Tarix fanlari doktori, professor, tirishqoq va mas'uliyatli xodim, bilimdon va tajribali rahbar. Mazkur 1981-83 yillarda Liviya Arab Respublikasida arab tili tarjimoni bo'lib ishlashdan o'z mehnat faoliyatini boshlagan. 1983-85 yillarda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligining xorijiy mamlakatlar bilan ilmiy texnik hamkorlik boshqarmasida yetakchi xodim bo'lib mehnat qilgan. 1987-90 yillarda armiya safida xizmatni o'tagan va Yaman Arab Respublikasida harbiy tarjimon sifatida faoliyat yuritgan. 1985-2003 yillarda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida kichik ilmiy xodimlikdan boshlab direktor o'rinbosari lavozimigacha ko'tarilgan. 2003-2005 yillarda Toshkent Xalqaro Westminster universitetining direktori, so'ngra Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti direktori bo'lgan. 2006-2008 yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchisi lavozimida diniy masalalar va millatlararo munosabatlar ishlariga rahbarlik qilgan. Abduhalimov Bahrom Abdurahimovich 2008 yildan buyon Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti direktori hamda 2011 yildan buyon Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti lavozimlarida faoliyat yuritib kelmoqdalar. Nafaqat O'zbekistonda, xalqaro hamjamiyat oldida ham taniqli olim. Markaziy Osiyo tarixi, fan tarixi, islom, sharq qo'lyozmalari asarlari, arab davlatlari, arab tili bo'yicha yirik mutaxassis. Bundan tashqari ushbu masalalarga oid bir qator ilmiy maqolalari Buyuk Britaniya, Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Janubiy Koreya, Misr Arab Respublikasi, Saudiya Arabistoni podshohligi, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron Islom Respublikasi, Hindiston va boshqa mamlakatlarda ingliz va arab tillarida chop etilgan. Abduhalimov Bahrom Abdurahimovich mazkur mavzulardagi O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda tashkil etilgan ko'plab xalqaro ilmiy anjumanlarning ham faol tashkilotchisi va ishtirokchisi bo'lgan. Bundan 5 yil avval xabarlaringiz bor, Samarqandda o'tkazilgan va Markaziy Osiyo mutafakkirlarining jahon tamadduniga qo'shgan hissasi, ularning ilmiy merosini o'rganish masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda Bahrom Abduhalimov tom ma'noda fan tashkilotchisi, yurt fidoyisi sifatida jahon hamjamiyatiga tanilgan. Qolaversa, uning Toshkent islom madaniyati poytaxti, Xorazm Ma'mun akademiyasi, Markaziy Osiyo allomalari va mutafakkirlarining jahon sivilizatsiyasidagi o'rni, Markaziy Osiyo Renessansi kabi mavzularda tashkil etilgan konferensiyalardagi samarali ilmiy va tashkiliy faoliyati O'zbekiston qadimda va bugun ham Markaziy Osiyo mamlakatlarining ilm-fan poytaxti va ilm markazi ekanligini e'tirofga olgan holda xizmat qilmoqda. Angliyadagi Bodleian kutubxonasida saqlanib qolgan Ahmad Farg'oniyning Astronomiya asoslari nomli qadimiy qo'lyozmasi Bahrom Abduhalimov tomonidan tadqiq etilib, Oksfordning eng nufuzli nashriyotida chop etilishi muallifning xalqaro e'tirofiga sabab bo'lgan. U Oksford Islom tadqiqotlari markazining Imom al-Buxoriy 1996-yil, Britaniya kengashining Chivinin 1997-yil, Janubiy Koreyaning Koyka 2001-yil stipendiyalariga sazovor bo'lib, ushbu mamlakatlarda malaka oshirish kurslarini ham to'liq o'tagan. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining vitse-prezidenti sifatida ilmiy tadqiqot natijalarini joriy qilish, fan va ta'lim tizimlari integratsiyasini kuchaytirish ishlariga bosh bo'lgan. Yuqori malakali ilmiy mutaxassislarni tayyorlash
va ushbu jarayonda xalqaro ilmiy hamkorlikni jadallashtirish, olimlarning obro' e'tibori va ijtimoiy maqomini oshirishga yo'naltirilgan ilmiy tashkiliy ishlarni muvofiqlashtirib kelmoqda. Ayniqsa, uning faol va samarali ishtiroki natijasida xabarlaringiz bor, O'mon sultonligi bilan hamkorlikda qurilgan Sharqshunoslik institutining yangi binosi nafaqat Fanlar akademiyasi uchun, balki respublika va xalqaro ahamiyatiga molik muhim ilmiy va tashkiliy voqelikka aylanib ulgurdi. O'zbekistonni mamlakatimizda bir gavharga aylandi. Mana ilm, mana bizning sharq madaniyatimizni hamma asarlari, qo'lyozmalari saqlanadigan bir javohirga aylandi. Natijada UNESCO tarafidan jahondagi eng muhim ilmiy va ma'naviy meros sifatida e'tirof etilishiga qaramasdan, uzoq yillar davomida nomunosib sharoitlarda saqlanib kelgan O'zbekistonning noyob sharq qo'lyozma asarlari xazinasi xalqaro talablar darajasidagi yangi hashamatli binoda saqlanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tinimsiz o'z ustida ishlashi, mehnatsevarligi, ilmga chanqoqligi bilan ona tili qatorida ingliz, rus va arab tillarini mukammal o'rgangan. O'sha tillarda 100 ga yaqin ilmiy maqola, risola va monografiyalar chop etgan. Hammuallifda tayyorlagan asar uchun Quvaytning Imom Buxoriy avlodlariga nomli mukofoti bilan taqdirlangan. Jahon ilm ahli o'rtasida katta obro' e'tiborga sazovor bo'lgan Abduhalimov Bahrom Abdurahimovich 2020-yildan boshlab O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasi siyosiy kengashining raisi sifatida faoliyat yuritmoqda. Partiyaning nufuzini yanada oshirish, son va sifat jihatidan yangilash, davlat hokimiyati vakillik organlaridagi Adolat Sotsial Demokratik partiyasi deputatlik guruhlari faoliyatini yanada mustahkamlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda jonbozlik ko'rsatmoqda. Shuningdek, bugungi kunda partiyamiz tomonidan amalga oshirilayotgan 10 dan ortiq dolzarb loyihalarga rahbarlik qilmoqda. Ayniqsa, xalq bilan yuzma-yuz, muammo va yechim, korrupsiyani ildizi bilan quritamiz kabi partiya loyihalari doirasidagi faoliyati juda ham e'tiborga molik. Yurtimizning keksa avlod vakillari bilan uchrashuvlari, yoshlar o'rtasiga ilm olib kirishga qaratilgan sa'y harakatlari xalqimiz orasida taniluvchiligini yanada oshirdi. Xalqning orasiga kirib borib, ko'plab oqsoqollarning, onaxon va otaxonlarning, opa-singillarning, yosh avlodning duosini, mehrini qozondi. Oilalik 3 nafar farzandi bor. 2020-yilda mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Hurmatli delegatlar, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovda ishtirok etishimiz uchun ruxsat olingandan so'ng 250 ming nafardan ortiq saylovchilarimiz Bahrom Abdurahimovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ishtirok etishga munosib deb imzo qo'yganlar. Bu albatta partiya tomonidan ilgari surilayotgan nomzod aholi orasida taniqli, nufuzli, kuchli siyosatchi ekanligidan, ko'pchilik hurmat qiladigan va ishonch bildirsa bo'ladigan keng fe'l, og'ir bosiq rahbar ekanligidan dalolat beradi. Yuqoridagilarni e'tiborga olgan holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida O'zbekiston Adolat Sotsial Demokrat partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga partiya siyosiy kengashining raisi Abduhalimov Bahrom Abdurahimovich nomzodini ko'rsatish haqidagi takliflarimizni ma'qullab berishlaringizni so'raymiz.